Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun men Janbadagi bir bog'vanchilik kasbiy maktabida kitap o'qish munbirimizdagi asarlarga izchil diqqat berib kelayotgan qarindoshlarga ma'lum. O'tganda bu maktabda men bir asarni unga olgan, shu vaqtda maktabni qisqacha tanishtirib o'tgandim. Bugun takrorlamayman. Bugun maktabdagi bu kichik ko'lda nilufarlar nihoyatda chiroyli ichilib ketibdi. Shunga ko'l bo'yiga kelib o'ltirdim. Asarni o'qib bo'lgandan keyin maktabning ichidagi attirgullarni biroz ko'zdiman. Bu maktabdagi attirgullarning turlari 30 necha xil bo'libmi biz kichik vaqtlarimizda opalarimiz, mo'minlarimiz teriydigan attirgullarning puroqlarini topqil bo'ladi. Xo'sh, oldi bilan asarni o'qiylik. Bugun Gulchehra Cho'ng Alam Azizning 40 kecha nomli kitobidan yangi bir bo'limni o'qib beraman. Bu bo'lim sal uzunroq, shunga 2 ga bo'lib o'qiymiz. Xo'sh. Sirliq dunyo. Tushim sohilida uchratdim seni. Unda ro'y beratdi hayot talqini. Tushimdan uyg'onsam quruq dunyo, g'ayriblik qo'yniga irg'itding meni. Ana, sen bilan muңдашмaqdiman. Ba'zida xiyollarim sen bilan nelargadir ketadi. Bu dal o'zimni topolmagan daqiqalarimdir. Sen bilan ketaman-u, seni yo'qitib qo'yib, yana yolg'iz qaytib kelaman. Taqdirga tan berish qandoq buyuk sabr ha? Lekin men yana da ojiz ekanman. Ana, xiyollarimda bo'lsa-mu, menga hamroh bo'lgin. Seni yo'qitib qo'yishdan qo'rqaman. Sen hamon qalbimda, yuragimda, ko'z oldimda, kechalari tushimda. Bu dunyoga keladiganmiz. Ömüchik to'rt o'qigandek hayot, turmush uchun to'rt o'qib yashaydi ekanmiz. Bir tarafdan to'qib o'tkazsak, bir tarafdan biror yerni shamol elib ketadi ekan. O yerni to'liqlab bo'lguncha yana bir yerni elib ketadi ekan. Bu dunyoda tinmay, to'ymay to'rt o'qibmi bir butunlikka erisha olmaydi ekanmiz. Hech nimaga qonmaydi ekanmiz. Hech nimaga to'ymaydi ekanmiz. Hamon bir bo'shliq bizni qiynab turadi ekan. Bizni yolg'izlik qiynayotgan vaqtda bir qo'l mo'rimizdan tutib bizni bag'riga mahkam bosadi ekan va siz yolg'iz emassiz, men yoningizda deydi ekan. Turmushda besim his qilib umidsizlangan vaqtda bir qo'l qo'limizni tutib bizni o'rnimizdan dast turg'izadi ekan. Herkes umidsizlanmang, qo'lim qo'lingizda, men yoningizda deydi ekan. Muhabbat va nikohda o'ngishsizlikka uchragan vaqtimizda bir qo'l yoqliq bilan ko'z yoshlarimizni surtib turib, ortiqcha yosh to'kmang. Mening muhabbatim sizga kuch beradi. Men hamon yoningizda deydi ekan. Bu qo'l dal onamizning qo'li ekan. Men bu qo'lning qudratini uningdan ayrilib qolganda bildim. Taki bugungacha talay qo'l ko'z yoshlarimni surtdi. Meni bag'riga bosdi. Lekin men tug'ilibla hidiga ko'nib ketgan u qo'ldek harorat ham umid berolmadi. O qo'lning bizga shunchalik mehrlik bo'lishi bir uchining biz uchun so'qiyotgan yurakka tutash bo'lganidan ekan. Bizning yurakimiz dal shu yurakning bir parchasi bo'lg'achqa, yurakdan yurakka tutashgan bu yo'llar bizga mehr va muhabbat to'shib, kuch ham ilhom bag'ishlab turadi ekan.
Texi bir necha ay burun dunyodagi eng baxtli qiz edim. Chunki yenimda dadamning mehrini qo'shib berayotgan onam bor edi. Texi bir necha ay burun onamning chekisiga qizil guldek qisilgan bir tal gul edim. Mana bugun uning tekini yuragimga rahimsizlarcha sonjilib meni qiynamoqda. Texi bir necha ay burun sho'x sayrab turgan bir bulbul edim. Bugun qanotsiz bir qushdek ingrab yotmoqdaman. Bir kuni onamga bir maqola o'qib bergan edim. Maqolada mundaq voqelik bayon qilingan edi. 1971-yili 17 yoshli bir yigit tunji qitim Londonga keldi. U to'lqima usul cho'lpini bo'lishni orzu qiladi. Ammo u to'limi namrat bo'lib, bir gitar bilan ko'nrab abjig'i chiqib ketgan chamadindan boshqa hech nimasi yo'q. Hatto mehmonxonada bir oqsham yotqudak pulimi bo'lmag'achqa poyezd stansiyasiga yaqin bir bog'chadagi o'rindiqda tunashga majbur bo'ldi. Bu dal Angliyaning 2000-yillardagi bosh vaziri Tony Blair edi. Onun xonimi Londondagi sargardonlarga mehr shafqat yetkazish tashkiloti o'tkazgan kutib olish yig'inida sargardonlarga umid ham ishonch beg'ishlash maqsadida uning bu kashmishini so'zlaganda hamma odam hayron qolgan. Bu maqolning oxirida yana mundaq bir abzas bor. Ayni chaqda bu qiz Tehrondagi xon ordisida turadi. Har kuni 60 odam uning atrofida xizmatini qiladi. Uning eri ilgari Roosevelt, qatorliq Amerika zo'ngtonlari bilan ko'rishgan. U eri bilan ziyoratga chiqqanda shu davlatning boshlig'i ularni shaxsan o'zi kutib oladi. Ammo ma'lum bir kuni hamma ish o'zgardi. Uning eri Eron podshohi Muhammad Rezal Pahlavi taxtdan tushdi. U oilasidagilar bilan sargardonlik turmushini boshladi. Nurg'un davlat hozirgi yangi hukumatning besimi ostida ularga panohlik bermadi. Uning kichik qizi, ya'ni Eron malikasi bu zarbaga chiday olmay uyqu dorisi ichib o'lib oldi. U dal Eronning oxirgi xonishi Farah edi. Ilgari ko'chalarda usul o'ynab yurgan bir bola necha 10 yildan keyin Angliyaning bosh vaziri bo'ldi. Ilgari hurmatga sazovor bir xonish sargardon bo'lib qoldi. Haqiqatan mu taqdir o'zining sirliq bo'ysundirg'ili bo'lmaydigan tarafini hamon har xil shaklda namoyon qilib turdi. Bizni uningdan ibrat olsin deb bishorat berdi. Lekin biz uni bir kino ko'rgandakla ko'rib, so'zlab qo'yibla unutib ketamiz. Buning uchun taqdir bularni o'xshamagan shaklda beshimizga soladi. Qismatli kashmishlar bilan ko'zlarimizni nam qiladi. Hatto yurakimizni qonmi qiladi. Bizni jazolab mavjudligini namoyish qilib qo'ydi. Rahmatli onam mushuningga o'xshash rost ishlarni qayt so'zlab, bu dunyodan bir xil o'tib ketmak qiyin. Shunga bugun kulayotganda atki yig'ini unutib qolmayli. Kupir so'zlamayli, hakavorlik, manmanlik qilmayli. Boshqalarga dil azori bermayli. Ko'zga ilmagan putqa cho'moq bo'lib qoladigan ishlar bo'ladi. Allah cho'melinimi, qurt qo'ng'izlarnimi o'zining qimmatli roli ahamiyati bilan yaratgan. Boyliqqa ishonadigan, mol dunyoga qul bo'ladigan odam bo'lmayli. Bandadan bu ishimni qilib beramdikin, uni buni beramdikin deb tama qilmay, kuch maqdurimizga tayinib tirishayli deb nasihat qiladi. Mana bugungi xiyollarim ichida qo'liqim ishikdan, ko'zim bilan ko'rgan nurg'un ishdan, onamning hayot xulosasining
haqiqatan to'g'riligini his qilmoqdim. Mahira mening kichik vaqtimdan billa o'ynab cho'ng bo'lgan do'stim. Biz bir mahallada o'tirardik. Maktabga billa berib, kashlari bir-birimizning uyida billa topshiriq ishlaydik. Maktabga berib kelguncha deyishmagan gaplarimiz qolmaydi. Mahira menga qaraganda erkirak, deganini qiladigan, unimisa xo'ylinib yetib oladigan jahilroq qiz edi. Ba'zida men bir ishlarga sal xo'ylinib qolsam, onam siz ashu Mahiraning besham jahilligini o'rganmang. Yana ashuningdek yig'lab hamma ishni qildirman deydigan xo'yni do'rsingiz, uning bilan ikkinchi o'ynatmayman. Qiz bola degan xo'yliq bo'lsa, ohanati onasiga keladi. To'li yig'lagan odam shun taqdirga yig'laydi deydi. Ashu qizning sat barqarab yig'lagan ovozi mush uyga anglanadi. Uval avu onasiga, uydagi avu xizmatkor qizg'imi ichim og'rib qoladi. Qo'ldak ishiltadi. Yana shuni tillagan. Mahiraning beshamligidan kashkicha shu qizni silkib tillab yurgan. Ya kichikligini qilmagan, ya bu mendan cho'ng deb biror kimni hurmat qilmagan. Bu uyning bola tarbiyasi faqat yaxshi emas, deb so'zlab ketadi. Men Mahiraga bak amroq edim. Shunga onamning uning bilan o'ynatmayman degan gapidan qo'rqib, yig'lashga petin olmaydim. Mahiraning dadasi yipak raxt sodis qiladi. Ko'pincha sirtlarda yuratdi. O odamning burunqi ayoldan bo'lgan bir o'g'li bo'lib, u bola Mahiradan 6 yosh cho'ng edi. Anamning deb berishicha, Mahiraning dadasi bu bolasi 5 yosh chig'ida Mahiraning opasi Maryam bilan to'y qilgan bo'lib, Mahira tug'ilganda bolalarining eg'ir yenik ishlarini qilish bersin deb yezidagi Namrat tuqqanining qizini aklab bergan ekan. Aliya ismli bu qiz uyning hamma ishlarini qiladi. Mahira o qiz bilan zodi chiqish olmaydi. Doim urushib, o bechora qizni tillaydi. Qo'lidagi narsalarni itib uratdi. Yana ochiq chiqmagandek yig'lab turib, opasiga chiqishtiradi. Opasi bu ijg'a ovozdan bezor bo'lib ketamdikin, aytavur oq qarni surishtirmayla yana shu qizni tillab ketadi. Bundaq ahvolni ko'p ko'ratdim. Mahiraga gap qilsam, men bilanmi urishadi. Shunga bechora qizga ichim og'rib, uyga chiqib bu ishlarni onamga deb beratdim. Onam, shuni o'ynamang o qiz bilan deyman emasmi? Onasi bo'lgan odam yana odam chiqishtiramsan deb unimi qo'shib tillasa, ikkinchi chiqishtirmaydi. U qizni urib bergandan keyin mening rost ekan deb texim eshib ketadigan gap. Voy isit, shu bechora qiznimi onasi tug'ib, tasdi beqib cho'ng qilgan bo'lg'aydi. Bola degan yurakning parchasi emasmi? Turmushning qattiqligidan haqqa uy xizmatiga bermasa, bir qiz bolani 15 yoshga kirgizmak osonmi? Yo'qsizlik toshdan qattiq deb, shu bechoralar qiyinchilikda bolasi shu xo'rlikni tarsimi chidab ketyapti. Ko'rgisi keladi, bola emasmi? Bechora qizning chiroyi sap seriq. Axlat to'kili chiqsa, yugurib qishimga kiradi. Beshini silab, uni buni beraman. Qo'rsqimi tuzuk to'ymaydi u uyda. Yig'lab ketadi bechora qiz. Bizning uyga kiradigan demang, avi qizga. O qizni yana tillamisin, deydi. Shundan keyin men Mahiralarning uyiga ko'p kirmas bo'ldim. Mahiraning dada bir, ana boshqa akisi Anvar o'gay onaning ko'p xo'rligini tortgan bo'lib, keyin dadasi quliqim tinchsin, uyda ko'p turmusin dedimi? Bu balani o'qitmay, o'ziga agashtirib tijoratga soldi. Dadasi safardan qaytib kelgan chaqlarda bu uyda qiya ko'tariladi. U qizning onamga deb berishicha, Mahiraning dadasi Mahiraning heliqi qizni silkib, tillashlarini ko'rib, oraga kirib, "O'ltiring, tamoq yeng" deb qo'ysa, Mahira boshqa ishni bahona qilib urishadi ekan. Onam buni anglab, "Kunlab qapti balam, bo'pti. Bilmaganga selib yuravering. Ish qilganning ajrini Alloh beradi.
Səhər qopub, oyla aram süpürəsiz, yerning yüzünü açsız. Allah sizning yüzünüzni yo'riq qiladi, deb təsəlli beradi. Bu bichara qiz to'g'risidagi ish og'irtishlar mahalladagi ayollarning asosliq so'z temisi edi. Mahira akasini yoqtirmaydi. Anasi nima deb tillasa, shuni takrorlab urishadi. Akasimi bu uyda bo'lsa ko'p gap qilmaydi. Uyning yugur yetim ishlarini qiladi. Ha desa, Mahira akasini döt deb mazoq qiladi. Keyin Mahira ikimiz o'tir maktabga chiqqanda 2 sinfda o'qidik. Buning bilan ikimiz burunqidek maktabga tang berib, tang keladigan, bir-birimizning uyida topshiriq ishlaydigan ishlarimiz sal azaydi. Shundaqdimi kichkimizin ko'nib ketgachkimikin yana billa o'ynaydik. Anamdan yoshirincha uylarga kirib chiqatdim. Mahira bizning uyga kirsa, anam to'la nasihat qilib ketadi. Shuni anamdan o'zini qochiradi. Men uyinglardagi qizga bek ichim og'riydi. Uning bilan urushmag'in, tillamag'in desam, Mahira, men orzuluq tursam, u bek eski. Mening narslarimni o'g'irlaydi. Dadam uningga bek umroq, urushib qolsak, meni tillaydi. Uningga onamni bek o'sh deydi. Biz to'liq o'tira maktabga chiqqan yili Mahiraning opasi tuyuqsiz ig'ir kasal bo'lib, doktorxonaga yotdi. Keyin Urumchiga opirib davolatdi. Bu ayolni heliqi uydagi bichara qiz boqdi. O'gay o'g'limi toza asqatdi. Mahalladagi ayollar yo'qlab chiqib, boshlarini lang'ishtirib so'zlashib ketadi. Tova, tova. Varqirab, jarqirab, yerni titirtib yuradigan ayol edi. Mana gap qulg'idek maqduri yo'q, biznimi aram to'nib yotadi. Bu kasalning 3 oy ichida boyqilib, oxirgi bosqichi deganini. Voy bu jonda ishonch yo'q ekan jumi. Kim o'ylagan bu ayolni buncha yosh, buncha tez bu kunga qoladi deb. Kiymaganni kiyatdi, yemaganni yeydi. Mana endi gelidan so'ng o'tmay yetibdi. Yani şu 4-10 vaqti degan o'gay o'g'li asqaytibdi. Ko'tirib doktorga opiradi ekan. Sen meni o'qitmagan, ko'rsatmagan kuning qolmagan demay, 3 oyning yoqi beqivatdi. Dadisi yani şu tijoratni qilmasa, bir uyning g'ami beshida tursa. Bishar bola helidan heli Maryamni o'rib, do'mbilarini silab turadi ekan. Aliya ostini tozalaydi ekan. Hicab dünya cümü bu. Urup tılgan Aliye'nin közge mıh bulup qadalgan Enver'nin qoluğa qalğanını mabu ayalının. Elbette şu çağlarda vay balam dep yaxşı muamele qılıp qoygan bolsa, bugünge kelgende ular teximi yaxşı qarar bolğıydı. Özümü köngli yoruq yatatdı. Hazır şundaq köyünüp qaravassa, qılgan etkellerge puşayman qılıp, yenginin üstüde yatqanda ketivatıdı. Azaplanmay tura alamdı. Közü körüp atsa, kıllısı saqtırsa, cadugerliki texi tünügünkila işlar tursa. Meningçe Maryamni özünün kesilidin bek vicdan azabı qiynabatıdı. Bu jahanga tövrek bolgan kim bar deysizler? Hammamiz ketimiz, lekin qandaq şekilde ölümüz hech qaysimiz bilmaymiz. Maryam bu kunni o'ylab baqmagan. Nemeli bo'lsin? Allah şifalık bersin. Yaş emasmi? O'g'ilni o'ylashkimi ona bo'lib turib berish kerak. Bu qizimi cho'ng bo'lib qoldi. Kim bo'lsa o'z onasi, o'z dadisi baqsin. Hay, undaq desam yomon bo'ladi. Maryamning o'zining qilgan atganlari bizgimi, o'zigimi ayon. Hammamiz qilgan ish amallarimizning, hatto og'zimizdan esimizde yo'q chiqib ketgan bir ig'iz so'znimi u dunyodagi so'riqidan boshqa mushu dunyodala javobini ko'ramiz. Maryam ko'p kupurlik qilgan,
yetimning haqqini bermegen, onu harlıgan, onunğa tolu azar bergen. Hamma adam Allah'ның bendesi. Hammamiz targaqның çişidek tekşi yaralgankenmiz. Bendeni bende azaplısa onun çokum soruğu bardı. Mahalledeki ayallarının bu sözleri ta ki bugüngiçe kulak tüvümdü. Burun bu sözlerini ayallarının bir gaybeti dep bilgen bolsam, bugünge kelgende bunu hayatның bir xulasısı, terbiyetlik hakikat dep düşünüp Mahire'nin apsının kesili günden günge eğirleşip ketip atattı. Anam menden her günü tamak kirgizetdi. Tamak elip kirsem, başka qoşunlarımı kirip, beşide Kur'an okup olturganını görettim. Qoşuqda demede içirişetti. Ağırık azabıdan enrap nalı kılattı. Hemmeylenge müldürlep qarap yığlaydı. Ögey oğlu ve Aliye köz kaşlarını sürtetti. Bununla qarap heliqi ayallarının sözleri esimge kelip, burun kılgan etkellerge puşayman kılıp atamdıgandı dep oylap qalatdım. Öyünün işçi başqaça sörlük edi. Tamaqını beripla yügürüp çıkıp ketettim. Anamga dep bersem, bu dünyaga kelmek mi bektes, ketmek mi bektes, can çıkmak teximi tesimiş. Şuna, ey Allah, asan ağırık, asan ölümni bergen, bek qeyrip ketiştin saqlığın dep dua qılımız. Adam bek qeyrip ketsimi harlanıp qaladı. Balalarga yük bolup qaladı. Şuna izzeti bilen ketken hemmeden afzal. Meryem sakratlı yatqılı xeyli boldu. Bek qiyinlip ketip atadı. Adam köp kirip çıksımı can çıkış qiyin bolarmış. Can talışarmış. Şuna hemmesi razılık beriş gerek iken. Şuna men mi köp kirmedim dedi. Mahire'nin apsi bu dünya bilen bek qiyinlip hoşlaştı. Qoşunlar hemmesi razılık berdi. Men jığlap durup razılık berdim. Meryem açamның şu çağdaki haleti ta ki bugüngiçe köz aldımdı. O ingrap yatattı. Hemmemizge zadı qiyalmagandek qarap çıktı. Mahire'nin kolunu məhkem tutup onundan közünü üzmedi. Köz yeşi asta sırgıp yastıqoğu düşüp atattı. Hemmemiz teximi yığılışıp kettik. Şu arada közünün qarısı asta keyni ketip atattı. Men korkup ketip yügürüp çıkıp kettim. Keyin anlısam közü yerim uçuq ketipdi. Çoğlar yumdurup koyupdu. Şu yili men Ali mektepki ketdim. Mahire imtihandan ötelmedi. Könglim yerim boldu. Onunğa təsəlli berdim. Qayta okup keler yili imtihanga qatnışışını, çoğum ötüdüğallıqını, onu kütüdüğallıqımını qayta dedim. Hem barlıq konspekt, paylanış materyallarını berdim. Roşenki oqışqa kelip mu keç gündüz Mahireni oyladım. Anasıdan ayrılış, imtihandan ötelmeslik dostumğa iğir kelgen edi. Şuna toxtumay xat yazıp onunğa ilham berdim. Lekin onundan zade cevap xat kelmedi. Şundaqdımı toxtumay yezi verdim. Qışlıq tətildə öyge kelipla onun öyüge yürürdüm. Lekin Mahire öyde yok iken. Aliye açımız onun tünögün çıkıp ketkençe kirmegenlikini etti. Jürekim qarttıdı kaldı. Qayta okumadı mı? Nemiş okumadı? Dadısı nemi dedi? Mahire'nin micazini sili yaxşı belliği, o asan gap yeydigan kız mı? Nemi dese anası şununkini rast dep yaman ögütüp koygan. Hele mi şu beşemliki bar. Dadısı işkirde menin gepimni anlaydı demla. Kırsı kırlı mı deymen, çıksı çıklı mı deymen. Öyde bolsa uruşup adamga aramlık yok. Aliye'nin burunqığı oqşımaydıgan məğrur, xatircem turqığı qarab, Mahire üstüdün davatqan sözlerini anlap, şundaq açıqım keldi.
Onunğa anasının ölümü zərbi olub, imtihandan ötəlməy qalğan. Onun üstüge imtihan degenmi tələyə münasibətlikən. Yaxşı gəp qılıb, qayta oqısanlar bolmamdı. Tönögün çıxıb getkəndəysiz, onunğa igi boladigan adam çıxmapdı da. Bundaq deb meni sotlısıları bolmaydı. Nəge bardılar desem uruşudu. Onundan köre qoluqum tinç tursun deb soruqını qılmayman. Dadısı urup mu baxdı? Dadısı bu yerde bolsa öyde boludu. Ketsila, dadısı bilen tam yoqap ketidu. Aksı izlememdu. Kiçikeden Mahire aksını yaxtırmaydı. Aksının gepini anlamaydı. Anısı şundaq ögetken, şuna aksını poş mu demeydi. Biçare bala, bək ah göngül, onunğa pul beridi, kiyim elip beridi. O kız aksının pulunu xəşləydi, lekin gap qılsa, yana burunqidək. Mahire yoqap ketsi izdəydi, dadısı Mahireni ursa tutup alıdı. Bu geplerini anlap, bu oyunun başqaça bir təqdirini görgəndək boldum. Könglim yerim bolup yenip çıktım. Öyge kirsem, men bilen körüşkele kirgen qoşnilarimiz bar iken. Assalamu alaikum kızım, salamet keldilimi? Kelipla dostunun yeniği yügergedini qarang. Dost, öydikilerden muhim ikende? Qoşnilarimiz Mahire'nin öyge çıkıp, kirib jimib ketkenimni ko'rib, bas-basda o haqda so'zlab ketishdi. Rahmetlik Meryem kızını şundaq yaman ögütüp koygan. Kızımni arzulu qilaman deb, langman assa men polo yeytdim desa, langmanni qo'yib polo etetdi. Kızıdın o'tsimi Aliyani tillab urib beratdi. Shuning bilan menchi odam yo'q ekan deb cho'ng bo'lgan bu qiz bola. Anadan keyin qilib, varqirisimu, tillisimu, voy balam deb turadigan odam bo'lmagandan keyin talaq ögünüp qaldı, dedi qo'shnimiz Halima Atjam. Atdiganda choy ishmay ketgan edi, deb onasi maktabga yeydigan narsa ko'tarib ketadi. Orzuliqing ortilib qolsin deb, mana bugun yedingmi, ichdingmi deydigan odam yo'q. Teximi tushkunlashib ketdi, dedi birsi. Men üntünsiz beshimni ko'tarmay dostumni o'ylab, yig'lab selishdan o'zimni aran tutib o'ltiratdim. Mahire bolalar bilan urushib qolsimi? Qizimning mijozi menga ayang'u demay, kashni kash demay, qo'shnilarning uyiga bola orasiga kirib urushib chiqatdi. Ya'ni shu qo'shnilar qo'shnidarchilikni yetkazib, o'limini yaxshi uzatdi. Hozir ko'rsangiz, burunqi Mahire emas u, tonimaysiz. Yurish turishimi boshqacha. Anlasak, biri restoran demdi, kashlik o'yinxona demdi, pul yig'adigan yerda ishlaymish. Qizim bek yaxshi ko'rdi bu do'stini. Bizga bir parcha xat yozsa, Mahirega 3 parcha yozdi. Men akirib beraman. Xat kepti deb xo'sh bo'ladigan ishmi yo'q, qo'limdan aran oladi, dedi ana. Ko'ngli yerim bo'ldiganda ana, hamma ishning sababi bor. Anadan ayrilish oson emas-da. Uning ustiga yaqin do'stlarining hammasi o'qishga ketdi. Sizlar uningga ayib qo'ygan bilan, u mu dardini o'zi biladi. Üstilab keldi bichar do'stimga. Shundaq debla yig'lab ketdim. Qo'shnilarimizmi yig'ilganimni ko'rib, do'stimga ichi og'irdimi yoki xijil bo'lib qoldimi, yana so'z boshladi. Demisimi Mahire egiz yerdan tashlab atgandek bo'lib qoldi. Dadasi helaqa Aliyani oldi. Burun putini yuyib, ko'tirib yurib baqadigan birsi tuyuqsiz bu uyning xo'jayiniga aylandi. Nima? Dadasi Aliyani oldi? To'lib etkili tas qaldim. Ha, dedi anam. Bu uyda yetkicha xarlangan Aliye hozir Mahirening o'gay anasi. Mahire bunimi qabul qila olmadi. Aliye burun bozak bo'lgan bilan, endi
bundaq yerge qarab turmaydı. Mahirəni qanat astığı alıdığan Məryəm yox. Burun meni bozaq qılattın dep 3 mu alıdı belkim. Er kişi degen xotununun gepini yırmaydı. Hey, onu mu deyimiz, bunu mu deyimiz, bolğuluq aşı qız balığı boldu. Onun şu yolga kirip qelişiği mu nurgun iş sebep. Bunu anlap könglim təsvirligisiz piyaram boldu. Şu daqiqinin özüde yügürüp çıkıp Mahirəni näde bolsa tepip bağrımga basqım. Onun dertlerge derman bolğum, təsəlli bergim keldi. Lekin näde, nemi iş qılıp atqanlığını bilmeydim. Şu günü qandaq taң atqızğınımını bilmeymen. Әtsi səhərdə Mahirənin üyüge yana kirdim. O bugün mü yana kelmegen idi. Sizning tünögün keladiganligingizni anlagan, sizden özünü qaçırıp atıdı. Sizni kelediken desem yığlap ketken, dedi Aliye. Bunu anlap yürekim teximi etişdi. Ahire işlevatkan yerini sorap şu yerge barmakçı boldum. Düştü barsınız tapalaydı ekensiz, aksi şundaq davatkan, dedi Aliye yana. Aldı keynimge minip düşpeşin bilen dep bergen adres boyunca bir muzikalik tamakxananın aldığı keldim. Bu yer kündüzü tamakxana, keşte muzikalik kolup iken. Onun aldığı kelip bir de viviskiga, bir de kirip çıkıvatkan kişilerge qarap, xiyal bilen turup kettim. Aldımga bir kadem ilişkimi madarım yoqdek turattım. Özümni tutup turmusam, jıqlap ketadigan qılattım. Bu yerde balılıqımның xatirisi, qorçaqlarım bilen billa mehmandarçılık oyunu oyduğan bir dostum var. Bu yerde Mecnun tallardan çaç örüp, bir-birimiz bilen kol tutuşup, yürüp oynagan tünce yaşlık toygularımızını bir-birimizge deyişəligen, başkalar bizge yazgan söygü xətlərini özara oquşup, külüşüp ötken bir dostum var. Bu yerde üstten boyda olturup, suğa taş etişip, yaşlık isteklerimizni tabiatga taң jakarlaşkan yani şu bir dostum var. Onu qandaq halat görermen. Asli kollarımızını məhkəm tutuşup, ali mektepke taң berişimiz. Yani şu kollarımızını məhkəm tutup, mektep yolları da taң menişimiz gerek edi. Əfsus, onun bugünkü təqdiriga zade kim sebepçi? Köz yaşlarım bana hiç boysundagandek emas. Onu bağramga məhkəm besip, bütün həsirtini yürekimge köçürüp ketişke tayarlangandek bir küş bilen kadam aldım. Restoranның quyuq haraq hedi kelip turadigan köngülni oynatquchi ses havası da beşim qaygandek boldu. Gerçi kündüzü bolsumu qara perde, sus çıraq yoruqida bu restoran manga teximi köngülsiz belindi. İşikning udulidagi pul jig'adigan o'rinda birsi manga qarab tikilib turatdi. Yürekim tikilib turgan bu siymani to'nidi. Lekin yo'q, u emas degim kelib atadi. Ezelden büdür kılınmagan çaş, girimsiz bir çıray kalbimdeki Mahirənin məngülük siması idi. Lekin manga qarab turgan bu köz dal Mahirənin ümitsiz, azaplıq közü idi. İkimiz qucaqlaşıp görüşdük. Men özümni zade tutalmay öksüp yığılıp ettim. Bütün vücudum bilen Mahirəni, onun sapsıyrak boyalgan büdür çaşlarını, yüzünü, közlerini sılap yığılap atattım. Sel özümge kelip, bağrımga məhkəm baskan bu təndin şundaq soğuqluqni sezgendek boldum. Çöçüp onunla qarıdım. Köz çanaqları
liqqida yoshga to'lgan Mahira bir nuqtaga tikilganicha turadi. Men uning qinib bir yig'lab ichida bo'shtib elishini umid qildim. Lekin u darhol ko'z yoshlarini surtdi va meni ichidagi bir ayrimxonaga boshlab kirdi. Men ezib kirib qolgan odamdek cho'chib qarab o'ltirdim. Ikkimiz unsiz o'tirib ketdik. Oxiri men so'z boshladim. Men tunogin kelgan edim, kelibla uyingga izlab kirdim. Uyda kimni ko'rding? O bana soğuk gülümsirab mənlik qaradı. Həmmini anladım. Təqdirinin çaqçaqlarına bir nima demək təz. Nemişqi bana cavab xat yazmaysan, nemişqi qayta oqumudun? Bunu bir iki eğiz söz bilen düşündürüp berəlməymen. Keyin asta-asta düşünüp qalarsın. Senin anan var, mening əsirtimni hərgiz düşünməysən. Mening külkem, mening xoşalliqim, mening baxtim anam bilan ketibdikan. Mening uydagi ahvolimni tushunmaysan, deysanmi ishonmaysan. O'ylig'immi, so'zligimmi yo'q. Sen bundaq umidsiz qiz emas eding. Bu so'zlar sana hargiz yarashmaydi. Dunyoda hamma odamning ota-onasi tal bo'lmaydi. Onam yo'q debla özünü bundaq taşlı etsen bolmaydı. Hiç bolmasa meni bar degin, men üçün otqımı, soğumu kirişke teyyar bir dostum bar degin. Sen üçün hemmiki teyyar men dostum. Yani özümni tutalmay yığlap ketdim. Mahira yana şundaq bir nuqtaga tikilgeniçe zuvan sürmey oltiratdı. Mahira, savaqdışımız Muratның seni qanchalik yaxshi ko'rdiganligini bilasan. Omu ishkirda turib sana ko'p xat yezibdi. Javob bo'lmagandan keyin menga to'xtamay xat yezib, sening xabaringni elib, o'zini xotirjam qilishimni talab qildi. Men sendan xabar ololmagandan keyin u ta'tilda kelmaslik planini o'zgartib, bugun keladigan bo'pti. Nima? Murat bugun kelamdi? Mahiraning yosh yo'qa ko'zlari shu an nurlanib ketdi va darhol ko'z yoshlarini surtib turib dedi. Murat bilan ko'rishmayman. U meni qayta o'qishni, kelar yili o'z borgan maktabga berishimni orzu qiladi. Ham biz shundaq va'dalashgan. Lekin sizlar o'qishga ketdinglar. Uyda top-tani, ushshaq gaplardan qutula olmadim. Onun ustiga dadam o qizga o'ylandi. Buni zodi qabul qila olmadim. Oila ziditimiz texmi kuchaydi. Dadammi menga qo'l tekkizdi. Buni zodi ko'tara olmadim. O'zimning qanchalik yolg'iz qolganligimni shu chaqda haqiqiy his qildim. Senmi yo'q, Muratmi yo'q. Shuning bilan uydan chiqib ketdim. Mayaga bir to'pollar kelib, o'ltirib muzikalarni qo'yib, o'ltirashni boshlab etdi, biroq boshqa bir yan tepib o'qishga to'g'ri keldi davomini. Boshqa bir o'rin berib o'tirayım. O'rin almashtirishimga to'g'ri keldi, chunki bu bir ommaviy o'rin bo'lg'ashqa men kitob o'qiyapman, sen menga daxli qilyapsan, yo'qol degili bo'lmaydi, shundaqku. Ammo shundaq xushpuroqlik atirgillarning yeniga kelib o'ltirdim, yana biroz davomlashtirib o'qib beray. Bu ishlar sening Murat bilan ko'rishmasligingga sabab bo'la olmaydi. U seni hammamizdan yaxshi tushunadi. Sana mendan bu obdan tasalli bera oladi. Amaliyotda sen uningga bek muhtoj. Yo'q. Qaysi yuzim bilan uningga qarayman? Men burunqi Mahira emas. Bu yerda ishlab yurganimni, bu turqimni ko'rsa, u bek umidsizlandi. Ko'rishmayman. Bu yerlikimni demagin. Hey, u seni deb
ishkiridan 4 kunlik poyezdda, 2 kunlik avtobusda o'ltirib kelyapti. 20 kunlik ta'tilning 12 kuni yo'lga ketsa, aran 8 kun turadi degan gap. Unda qilsang, bak rahimsizlik qilgan bo'lasan. Biz hech bo'lmasa saboqdosh, shuning yuzini qilib bo'lsa-mu ko'rishib qo'ygan. U dadasining yo'li bilan qayta o'qishingga yordam qila olishi mumkin. 2 yil degan hech qancha gap emas. Sening o'qishingni bak orzu qilaman, dedim yig'lamsirab. Endi o'qiy olmayman. Men hozir nurg'un so'roq belgisi ichida qiynalib yashayapman. Javobsiz bu savollar meni mushu umidsiz holga tushirib qo'ydi. Undaq demagin, vaqt hammaga javob beradi. Bir kunlarda o'zikidan javobga erishsin. Buningga nima uchun deb kirishib qolmag'in. Bu-mu taqdirning o'rinlashtirishi, ig'ir siniqi degin. Shunda qarsang, yeniklab qolasan. Dunyoda mendanmi azobda yashayotgan odamlar nurg'un degin. Shularga selishtirg'in. Do'stimning yenidan umidsiz qaytdim. Mahiraga alg'ash kelgan o'zimnikiga o'xshash somkamni berdim. Mahira shuningdan keyin men bilan ko'rishishga zodi unumedi. Izlab borsammi o'zini qochirib ko'rishmadi. 20 kunlik ta'tilda uni yana bir qitim ko'rolmay, ko'nglim burunqadimmi yerim bo'lib, ta'til vaqti to'shib maktabga qaytdim. Hammadan ko'ngilsiz qaytqini yanala saboqdishimiz Murat bo'ldi. U kelibla Mahirani izlab topolmagandan keyin boshqa saboqdoshlarimizdan uning ahvolini anglab, ishonmay meni izlab keldi. Mahiraning ahvoli rostla men anglagandekmikan? Yo'q, hech ishongim kelmaydi. Bundoq bo'lishi mumkin emas. Murat mendan ras shundoq ekan degan javobni anglab, andish qilgandek ha deb inkor qilib so'zlab ketdi. Mening jimib ketganimni ko'rib yana, "Senmi ichimni siqmay ras gapni qilg'ina?" dedi. Murat, dedim o'zimni tutib elib. Mahiraning qayta o'qimasligida nurg'un sabab bor ekan. Yaxshini biri tarqitidi, ig'voni mingi deb bu haqda so'z chechak jiq bo'lib ketibdi. Lekin Mahira undaq eski qiz emas. Uni biz bo'libmi sen yaxshi bilasan. Endi kichikidan orzuliq, erka deganini qilib cho'ng bo'lganligini hammamiz bilamiz. Shu sababdanmikin mijazi jahil, onasining olqinida puvlinib, silab, siypab yashayotgan bir qizning tuyuqsiz onadan ayrilib qelishi, bu zarbini ko'tara olishi oson emas. Uning ustiga imtihondan o'talmadi. Hammadan ig'ir kelgini Mahirani beqib cho'ng qilgan heliqi uy xizmatchisi qizni dadasi nikohiga olibdi. Nima deysan? Dadasi o'sha Oliyani olibdimi? Muratning ko'zlari chakchiyib ketgan edi. Amsa Mahiraning uydan chiqib ketgani sababsiz emas ekan. Mahaldagilarning deyishicha, burun Mahira Oliyaga putini yo'g'izib, tillab, urib, xop qiladi ekan. Oliya hammani ichiga selib qo'yibdi ekan. Mahiraning dadasiga tegib elibla toza dardini chiqarib olibdi. Endi uning orasiga kiradigan onasi yo'q-da. Dadasi xotini taraf ekan. Oliya qizingiz talodan kirmidi deb dadasiga chiqishtiribdi ekan. Dadasi Mahirani uribdi. Shuning bilan Mahira uydan chiqib ketibdi. Bu so'zlarni anglab Murat beshini tutib o'ltirib ketdi. Menmi nima deyishimni bilmay o'ltirib, oxiri Murat, Mahirani qutuldirib olsak bo'ladi. Uning bu yo'lga kirib kelishi o'zining tanlashi emas. Shuning
Şundaq yaxşı oquyatqan bir dostumuz bundaqla tөгüşüp ketsə, məngü vicdan azabı tartımız. Onunğa yardım qolumuzdan sunuş məcburiyyətimiz var. Meni yardım qılğısı yox demsən, bilirsən, mən şunun üçün muşu soğuqda gəldim. Menamı planım var idi. O faqat fürsət vermedi. Şunç qıldım, zadi görüşgülü onamadı. Keyin barsam bir yerge ketipdi. Menden özünü bunç qaçırmısımı bolatdı. Mana, həmmini düşəndim go. Əmdi onunğa texim yardım qılğım var. Məsuliyetim texim küçəygəndək iğir bir ruhi besimni his qılıvatdı mən. Mən biləmmin şu bir görüşkənçə zadi görüşmedi. Keyin berib tapalmadım. Senin kelidiğanlıqını demey tursam boptiken. Könglimdə xoş qılaman dep oylap deptiken mən. Nəgi ketkendir. Mən mu əti maňa mən. Hazırның özü de nemi qılarımni biləlmey batıman. Sen xəbərini alsan maňa deyişini unutup qalmağın. Menin yani şundaq yaxşı kördüğanlıqımni, məngü onun yenide turduğanlıqımni, qandaq iş boluşdun qat'i nazar burun bergen vədəmde turduğanlıqımni çoqum dep qoyğun. Murat şundaq dep qoyup ketdi. Mən onu xoş dep uzutup qoyuşqımı mağdurum yoxdak olturğan ornumda olturup ketipdimi. Könglim şu kadar yerim bolup ketdi ki, əmdi Mahirəni qayt körəlməydiğandək. Onunğa zadi çedemedim. Birazdan keyin rasa bir yığılıb elib, səl yeniklep qalğandək boldum. Bu yığı içide Mahirənin kəlgüsüge bolğan ənsirişim həmmedin güçlük edi. Köngülsiz keyfiyatta mektepke qaytdık. Günler, aylar bir-birini qoğluşup ötmekteydi. Mahirənin hiç qandaq uçurunu alalmay, yazlıq tətilge mi oluşup qaldık. Murat bilen izçil Mahirə toğrısıdıla xat alaqı qılıp durduk. Onun xatlardan samimilik, muhabbet, məsuliyet, fedakarlık hem sadaqat çıkıp duratdı. Bu xatlarni ayrım saqlap qoydum. Könglimdə günlərinin birində bunu Mahirəge tapşırıb berimen, onunğa sen dünyadan narazı bolğan, həmminin özüňni qaçırıp ümitsizlengen aşı günlerde seni keç gündüz sığınıp, gemiňni qılıp, seni söyüp yaşavatqan bir yürek bar edi. Mana bu onun yürek sirleri dep tapşırıb berimen dep oylağan edim. Yazlıq tətildə kelipla yana Mahirənin xəbərini sürüşdürdüm. Anam onu körmegili xeyli uzaq bolğanlığını, mahalledeki ayallardan anlaşça bir ticaretçi bala bilen toy qılmaqçı bolup, işkerege ketkenlikini anlığanlığını etdi. Bunu anlap könglim bir kısmı bolup qaldı. Onu näden, kimden sürüşde qilishni bilmey, içim tıtıldap yürüdüm. Neçə gündən keyin Murat mu tətil qılıp geldi. Mən Murat bilen ular daim körüşüdüğən kiçik bir çayxanada körüşdüm. Murat məndən Mahirənin ahvalını soruyalmay, xeyli uzaqça ün çıxmay oldurdu. O məndən köngülsiz bir xəbərini anlap gelişdin ənsirdi mu, ya ki köngülü toydu mu, maňa tikilip qaramadı. Birdemden keyin mən Mahirənin ögey anısının onunğa salğan külpətlərini, bununğa çydamay amalsız işkerege ketkenlikini, bu işlərinin amalsızlıqdan bolğanlığını qayt düşendirdim. O məndən bu xəbərini anlap tok soqub etkendek turupla qaldı. Bununğa qattiq azaplanıp atqanlığını titreşlerden bildim. Murat, Mahirənin bu tallışı səbəbsiz əməz. Anlasam, ögey apsı bilen zadi çıxışalmapdı. O ayal burun yoxsuzluqdan qorsqum toysu boldu, dep seni beqip çoňqıldım. Haqaretleringe çıdıgan edim. Əmdi
osh tamaqingni etib xizmatingni qilmayman. Uyimda tursang, ishlayotgandekin pul ber, kichkingdan boqqinimnimi haqqini endi olaman debdi. Dadisi nima debdi? Acaba o'zining uyida qizidan pul olamdikan? Bu odamlar nima degan razillashib ketgan? Pul uchun odamiyligini yo'qotgan, aslini unutgan. Dunyoda axloqningmi bir so'ti borligini bilmagan. Murat varqirab so'zlab ketdi. U barliq hasirtini, visolsiz söygüsінің dardini chiqarib olmoqchi bo'lgandek ustalni zardi bilan mushladi. Ustaldagi qahva o'rilib ketdi. Men indamay o'ltiratdim. Uning azroq yeniklab kelishini umid qilatdim. O o'rilgan qahvadan sal esiga kelgandek ustal ustida bargancha yeyilib ketayotgan qahvaga qarab ig'ir tinib o'ltirdi. Balkim qahvaning aksidan Mahira chiqib ko'z yoshlarini surtib turib, taqdirning bu ochiq qismatlari oldida o'zining ojiz kelganligini aytib, uningdan kechirim so'rayotgandi. Ayollar nemali bo'lsin ko'z yoshi qilib yenikliyalaydi. Biroq erlar yurak azobini yosh to'kish orqali yeniklatishga qodir emas. Muratning azobini to'liq tushunib turatdim. Uningga nima deb tasalli berishni bilmaydim. Nemali bo'lsin Mahirani izlayman. Uni cho'qim topaman. Uni hech kimga bo'zaq qildirmayman. Murat tuyuqsiz bu so'zni zardi bilan dedi. Cho'chib qaradi. Uning g'azabdan o't bo'lib yenayotgan ko'zidan bir ishonch, bir muhabbat chaqnab turardi. Nima deyishni bilmadim. Bu muhabbatdan larziga kelib o'tdim. Ko'zdan ayirgan Xudo hassidan ayirmabdi degandek, Mahira uchun soqiyotgan bu yurakning zilzilasi menimi hayajonga salmoqda edi. Lekin Mahiraning yanida o to'y qilmoqchi bo'lgan yigiti bor. Buni desam, Muratning aran turgan ko'ngli bu zarbani ko'tara olmaydi. Demay desam, navoda izlab borsa, bu hol har ikki tarafga foydasiz. Shunga nima deb tushuntirishimni bilolmay, Mahirani izlayman deganingga ko'p rahmat. O'qishingga ta'sir yetarmi? dedim. Yo'q, o'ylab qo'ydim. Boshqa shahardagi saboqdoshlarim orqali izlayman. Bayramlardagi dam ilishga to'g'irlab, yaqin atrofdagi saboqdoshlarimiz yo'q shaharlarga o'zim boraman. Sen moslashib bergin, dedi keskinlik bilan. Bo'ladi, albatta, meningmi ormidim uni tepish, xabarni elish, lekin Murat hayronlik bilan menga tikilib uzoq qaradi. Beshimni ko'tarmay o'ltirganimga qarab, bir narsa his qilgandek bo'lib, qo'shimisini turdi. Birozdan keyin g'amkin ovozda: "Buni paraz qilgan edim. Sen o'zing deding-ku, uni o'gay onasi bu yo'lga qistab boshlab qo'ydi deb. Qiz bola deganning ojizligi mushu bo'lsa kerak. Nemali bo'lsin, uni izlab topaman. Ahvolni o'z ko'zim bilan ko'raman. Amal bo'lmasa, ortiq gap qilmay ketaman. Nemali bo'lsin, u mening saboqdishim ham Mahira men tunji yaxshi ko'rgan qiz. Uningga yordam qilish burchim bor deb qarayman. Uning xotirjam ham baxtli yashayotganligini ko'rsamla bo'ldi. Hammaga tayyorligim bor. Men dunyodagi har qanday bir qiz hayotida bir qitim bo'lsa-mu anglashni armon qiladigan, lekin anglash baxti hamma qizga kelavermaydigan ajoyib bir go'zal so'zni anglayotdim. Bu so'zni do'stimning zedilangan qalbi uchun anglayotdim. Bu so'z meni do'stim erishishga to'liq haqli bo'lgan bir baxt qo'yniga elib ketyapti. Bundaq so'zlarni balkim
nurgun yürek deydigandı. Ve yoki yürekni tapalmay şamallarga eytidigandı. Meyin şamallar bu güzel tileklerden lerzige kelip koyun bolup pirqirap ketadigandı. Ah dostum Mahire, bir yürek sen üçün sen pare. O senin bəxtin üçün küreşke atlanmaqçı. Sen yanılı bəxtliksin. Çünkü bu yüreknin her bir soqışıda senin ismin tekrarlanmakta. Bu tətilmi Mahire haqqidagi köngülni g'ash qiladigan paranglar bilan oxirlashdi. Anammi Mahiraning izdirikini qilolmay tit bo'lib yurganimni ko'rib, do'stga sodiqlik qil desa, meni mundaqmi do'rarsizmi? Meningmi do'st desa, ko'zimga hech nima ko'rinmaydi. Rahmatlik anam uyni tashlab, do'stingning tishig'i chopsan, shular bilsa kashki mush qilganingni deb xafa bo'lib ketadi. Mana endi men sizga da'vatman bu so'zni. Hamma ish yo'lida bo'lsin. Elimi ta'tilda biz bilan tuzukmi o'ltirmadingiz? Ha desa Mahirani izlab yurdinglar. Bu kichkina shaharda anglamay qolmaydi. Yuragimi erimidi o qizning. Bo'ldi. Endi ishkiridan izdayman deb chepib yurmay, o'qishinglarni o'qinglar, dedi. Sen mi bilirsen o ana? Mahire bizning yordamimizga muhtoj. Onu biz mi bundaqla tashlab qandoq bo'ladi? Yo'q, men hergiz undaq qilolmayman. Men sizni tashlab etdim demedim. Meningmi bek ichim og'riydi o qizga. Siz o'qishga ketgandan keyin meningmi ichim og'rib, atayin uyiga kirib, qizim, uyga kiring, nimaga qilsangiz bo'lsa, men mu anangiz deb qilmaqadim qolmadi. Sizdan kelgan xatlarni akirib beraman. Xat yezing bolam, qayta o'qing, kelar yili cho'qim sizmi borsiz deb beshini siladim. Keyin meni ko'rsa o'zini qochiradigan bo'lib qoldi. Shuning bilan men mu yana izdamadim. Anamning Mahirani izlab hayri holiq qilganini endi anglab o'tdim. Anamning meni deb do'stimni izlab ko'ngil bo'lganligi meni boshqacha ta'sirlantirib etdi. Ajab obdan qipsan, nemili deyli Mahira kuyinishga yordamga muhtoj ana. Mahiraning nadlikini, adresini bilsang, menga xabar qilgan bo'lamdi. Menga va'da bergin ana. Ma'qul, lekin dars tashlab Mahirani izdayman deb yurmang. Mana mushkullarning hammasi shu qizning erki cho'ng bo'lganidan bo'ldi. Bola degan bir kunda cho'ng bo'lmaydi. Orzuladim deganini qilib cho'ng qildim degan bilan bu dunyodan bir xil o'tib ketgili bo'lamdi. Onasidan keyin qilib o'rgangan mijoz bilan u uyga sig'madi. Ota-ona bo'lmoq, bola tarbiyalamak oson emas. Bolani tuqqan bilan mijozini billa tuqqili bo'lmaydi. Kichik chig'ida ona tarbiyasi bilan yetiladi bola degan. Kichik chig'imizda Mayra bilan o'ynasak chidamaslik qiladi. Biz undaq chidamaslik qilsang, sen bilan o'ynamaymiz desak, kirib onasini boshlab chiqadi. Onasi qizimni qo'shib o'ynanglar deydi. Biz xijil bo'lib billa o'ynaydik. Onasi kirib ketay desa yig'lab, "Yo'q, kirib ketmaysan, mush yerda ko'rib tursan, sen kirib ketsang meni qo'shmaydi" deb onasini qarab turg'izadi. Ha, ana shunday qilib xuyi yomon, jahil bo'lib cho'ng bo'ldi. Ona degan boqimanda emas. Mana onadan keyin qilib edi, o'zini yolg'iz his qilib tashlab etdi. O mijozni ona ko'tirgan bilan haq hergiz ko'tirmaydi. Qiz bola degan chiroyi bilan go'zal ko'rinmaydi. Mijozi, xuy-payli, fazilati bilan chiroyli ko'rindi. Qiz bola oz gap qilib, ko'p ish qilib, gapnimi siliq sipoyi qilsa, texmi lavan ko'rinadi. Sizmi bekchib
Sizmi bak jiq gap qilasiz ba'zida. To'li gap qilgan odam ziyon tortadi. Gapining arsida demaydigan so'zlarni qilib soladi. Bu eg'izning darvozasi yo'q. Boshqalarga ojizligini bildirib qo'ydi. Dedi anam yana menga nasihat qilib. Men nadi jiq gap qilaman ana, dedim xafa bo'lib. Ana gap qilgandan keyin ha deb anglang. Mushu eg'iz g'irishlig'iningizmi to'liq gap qilganingiz. Hamma ish mushu eg'izdan bo'ladi. Kasalmi eg'izdan kiradi, eg'izdan chiqadi. Hamma ishqa mushu eg'iz sabab bo'ladi. Shunga bu eg'izni yaxshi boshqarish kerak. Gapni o'ylab qilish kerak. Eng yaxshisi oz gap qilish kerak. Oz so'zlagan odam oson xatolashmaydi. Mushu gapni ajab deb saptiman deb pushaymon qilgandan ko'ra, nima desam bo'larmi, demsam bo'larmi deb o'ylanib o'ltirgan afzal. Ham buning foydasi bor. Nadin gap qilsa, shu yerda yursa, yerim chelak suvdak shalaqshaydigan qiz ekan deb qoladi odam. Voy, ma'qul ana. Hamma so'zning oxiri menga kelib to'xtaydi ha, dedim. Bir kunlarda mushu so'zlarimning foydasini ko'rsizlar. Shu chaqda onamning bu so'zlari o'z vaqtida qo'liqimizga musht urgandek anglangan edi. Asli to'g'ri debdikan deb qolasizlar. Ota-ona degan beshidan o'tgan issiq so'g'oqni ko'rgan anglaganlarni yakunlab so'zlaydi. Ota-onaning gapini anglagan odam hargiz ziyon tortmaydi. Atamning aytqini keldi, onamning aytqini keldi degan naqshidagidek ota-onaning gapini anglamagan odam hamon bir kuni voy issit, ajab anglamabdikanman deb pushaymon qiladi. Ota-onaning bir eg'iz so'zi 100 ishning yakuni, tajribasi, xulosasi bolam. Aqlni nadin o'rganding desa, aql sizdan debdikan. Bu deganlik aql sizning yomon ishlardan ibrat elib, uning aksini qilsang to'g'ri bo'ladi deganlik. Dedi. Kunlar o'tdi, oylar o'tdi. Murat bilan xat aloqamiz Mahiraning uchurini elish bilan izchil davomlashib keldi. Men Muratning har bir parcha xatini yig'ib saqlab qo'yib atatdim. Muratning vafodorligi, samimiyligidan so'yinatdim. Mahira bilan tezroq uchrashib, ko'nglining tinchlanishini orzu qilatdim. Yana turibla uning yenidagi yerini ko'rib, qanchalik azoblanib ketar deb o'ylab, buningdanmi ansirab qolatdim. Qishliq ta'tilga oz qolganda Murat xatida Mahiraning xabarini olganligini, ishkirdiki ma'lum bir shaharda ekanligini, ta'tilda uyga qaytmay izlab boradiganligini aytdi. Bu xabarni anglab bak xush bo'ldim. Ham qandoq topqandi deb hayron qoldim. Men qishliq ta'tilda uyga qaytib bu xabarni onamga deb berdim. Onam ko'ngilda bo'lsa, odam hamon topadi, ham tepisha oladi. Savoqdishinglar rost esil bola ekan. Bu iroda xeyli o'g'illarda yo'q. Xudoyim mushu aqidasining ajrini berar. Mahiradan yonmasimi, boshqa bir qizdan bu vafodorlikning ajrini ko'radi. Bu dunyoda yaxshilik hargiz yerda qolmaydi, dedi. Ma'qul amsa, bugun mushinchilik o'qib beray, davomini kelar qitimliq anglashimizda anglag'aysiz. Endi atirgillardan biroz bahar e'lonlar.